Borligimiz bugun bilinmasa, yo'qligimiz albatta bir kun bilinadi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga juda ham bir chiroyli xonadonni obzor qilib ko'rsataman. Maksimalni uy qarovatga yaqinlasa maksimal tarqatib tashlaylar. 90 kvadrat, etaji eng zalotoy etaj, ikkinchi etaj. Bu uyimizni o'zi asli 3 xona deganmiz, lekin 4 xona desak ham to'g'ri bo'ladi. Keling, bu yoqdan boshlaymiz. Etaji 2, yakkasaroy Sichimolda joylashgan. Kirishimiz mana shu yerda boshlanadi. Bu yerda stroniy shkaflar qilingan. Bu joyimizda esa oyoq kiyim uchun juda ham maxsus qilib qarang, moslab qo'yish kerak. Hozir men ochib ko'rsataman buni, mana qarang. Ko'rasizmi? Juda ham ideal qilingan. Uyimizda polni cho'pli pol, polni atachin to'qilingan, patologimiz ham ancha baland. Bu yerda 6 tali o'tiradigan zona qilganmiz va bu yoqda esa oshxonamiz joylashgan. Oshxona ajratib turadigan loftdan qilingan eshiklarimiz qilingan. Mana bular ham hammasi tosh azizlar. Bu yoqda o'tiradigan barniz to'qilingan, yengil choylamashda ichib ketsangiz bo'ladi. Bu yoqda xolodilnikimiz bor, skrichi. Texnikalarimiz va bu yoqdan panorama oynamiz bor. Mana hovlimiz shunday ko'rinib turadi. Hovlni qarang, chiroyligini. Zilonib qo'ygan, zakritsi bor. Agar sizga podземный parkovka kerak bo'lsa, podземный parkovkalargacha bu yerda bor. Alohida uni sotib olsangiz ham bo'ladi. Uyimiz narxini oxirida aytib o'taman. Ozgina videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Detskiy xonamiz, взрослый odam bemalol o'tsa bo'ladi, chunki katta juda ham. Ranglari qarang, tanlanganlar juda ham chiroyli rang tanlangan. Полный струнный shkaf bor u yerda. Bu yoqda esa mana kattagina balkonimiz bor. Endi uyimizda kecha bitdi. Shuning uchun bir ikki narsalar bor, uni olib chiqib tashlaymiz. Ikkinchi etajda balkonimiz ham bor azizlar. Endi kelinglar. Bu yoqda esa mягкий zona, o'tiradigan zona qilingan. Bu yoqda stol-stul, bu yoqda o'tiradigan zona, turetskiy, bu yoqda shkaflar, mana qarang, dekorniy zonani. Kitobni yaxshi ko'rsangiz, mana bu joyga men kitobni yaxshi ko'raman o'zi. Kitob terib tashlaysiz bo'ladi. Ajiblar xiyobonlar, вообще qisqasi. Televizorimiz bor. Uyimizda 90 kvadrat, 3 xona, 4 xona qilingan, ikkita sanuzilimiz bor, birinchi sanuzilimiz bo'ladi. Juda ham chiroyli, kafellarni qarang. Baribir oq rang odamni bundoq kirganda yuragini jizlatadi. Qarang, polnistda shkaf qilingan mana tomonimizda. Loftdan qilingan, oynali televizorimiz joylab qo'yilgan. Mana bu yoqda esa ayollarimizni shuni narsalari oynali zonasi va bu yoqda qarang, mabjolarni vashni idealni qilishganda qarang. Qanaqa chiroyli. Kattagina spalnimiz va o'zini bu yerda sanuzili bor. Bu yerda dush kabinka qilib qo'yishgan, juda ham chiroyli qilib. Qarang, qanaqa chiroyli. Yashagan sar yashagisi keladi deb bunaqa uyda odamni. Aziz obunachilar, 90 kvadrat, 3 xona, 4 xona qilingan ikkinchi etaj, yakkasaroy Sichimol, Malakosoy bu yog'i esa Bratskiy Mogila Shotorstoyli ko'chasida joylashgan xonadonimiz. Srochniy sotuvda narxi 165 so'rovimiz, sunnatiga o'tadigan joylarimiz bor. Narx bo'lsa, kelasizlar, kadastr hujjatlar joyida propiska noloviy sразу o'tkazib beramiz. Dvorimiz zakritsi devor, suv, gaz, svetda вообще muammo yo'q, maktab bog'chaga yaqin. Yana shunaqa chiroyli xonadon bo'lsa, ala qilib ko'rasizlar. Hammalarini yaxshi ko'raman. Like bosib tarqatib qo'ygan qo'llaring hech qachon dard ko'rmasin. Inshaalloh shunaqa xonadonlar sizlarga ham nasib qilsin. Ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Xayr.